Hali nasib qilsa, ishlaringiz o'xshab ketadi. Bizga ham bunaqa hovli joylar nasib qiladi. Nasib. Ikkalamiz erta tongdan chiqib, suvlar tepamiz. Xullas, boshqa ish qilib ko'rsammikin, o'xshamadi anu ishim. Balki boshqa ish qilib ko'rsam, Allohim barakami berib, o'sha sen aytgandek men bunaqa zo'r uylanib olamidim. Nasib. Mayli, xudo xolisa olamiz. Men harakat qilaman, pul yig'aman, tindirmayman. O'zim o'tga cho'qqa urib bo'lsa ham, xudo xolisa yaxshi sharoit qilaman. Bo'ldi. Unda men ham sizga yordam beraman. Qanaqa yordam bermoqchisan menga? Pullarimni tejayman, ortiqcha pul sarflamayman. Qo'limdan kelganicha ishlab sizga yordam beraman. Bo'lmasa, men ham yaxshi ish topib olaylik. Xudo xolisa hammasi zo'r ketadi. O'zimiz xohlagandek mana shunaqa zo'r uy olamiz. Xo'pmi? Nasib. Hammasiga birga erishamiz. Xudo xolisa birga erishamiz. Faqat sen meni duo qilib tursang bo'ldi. Xo'p. Bir. Onasi. Nabi? Bugun oyi 15-si. 2, 3, 4, 5. Mana 500 mingni olib qo'y. Bu gapingni puli. Men 100 mingga borib kelasan, bo'ptimi? Adasi? Anaqa gapga bormaydigan bo'ldim. Nima? Undan ko'ra shu pulni yig'ib, o'zimizga kerakli nimadir olamiz. Hamma yaqinlaring bilan gap boshlab qo'ygan bo'lsang, endi oxirgacha borish kerak. Belamiz bo'lib qolma unaqa. Bor, men senga sharoit qilib bera olmadim. Nima farqi bor? Hammani gali tugagan. Yengisiga qo'shilmoqchi emasman. Undan ko'ra bu pulni yig'ib, uyimizga nimadir olamiz. Bo'pti, mayli, o'zing bilasan. Endi anu yaqinlaringdan qolib ketmagan dedim-da. Bo'pti, men ishga ketdim. Xo'p. Yaxshi borib keling. Mayli, sen o'tiraver, o'zim ketaman. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tir. Allo. Mohi? Tuzumsan? Yangi o'tirishimizdan qo'shilmaydigan bo'ldim. Qizlarga tushuntirib qo'yarsan-a? O'zim shunchaki. Xo'p. Xo'p. Bozorga bordingizmi? Voy, Akmal to'y esimdan chiqibdi. Anaqa qiling, menga ko'ylaklarni rasmga olib tashlab yuboring. Ha, bo'ldi, Telegramdan tashlab qo'ying-chi. Xo'p, kiraman. Voy, mana bu ko'ylakni. Shu qorasi nech pul ekan-pa? 1,5 million. 1,5 millionga bitta to'yga kiyim kiyamanmi? Oldidagi oq ko'ylak nech pul ekan? 380 ming. Shunisi bo'ladi. Bo'ldi, shu oq ko'ylakni olib qoling. Men sizni kartangizga pul tashlab beraman. Bo'ladi. Qarsangiz. Nabi? Ha, yordammisan? Zo'r yangiligim bor xullas. Kayfiyatimni nimaga zo'rligini so'ra. So'ra. Nima bo'ldi boshsiz qulog'ingizni? O'yla, variantlar o'yla. Nimaga yaxshi bo'lishi mumkin kayfiyatim? Variantlar o'yla, tezroq. Oyligingizni ochdim. Ya, o'sha. Nimaga o'yla. Lavozimingizni ochdim. Ya, u ham o'sha. Uy oldingmi? Ya, endi xudo xolisa olamiz. Ya, xullas, bitta ishim o'xshab qoldi. O'shandan zo'r katta summa keldi menga. Tushundingmi? Endi men seni anu orzu qilgan iPhone'ingni olib beraman. Rostmi? Ha, bu tez kiyimni alishtirib chiq, boraqa. Eski telefondan voz kechamiz endi. Keragi yo'q. Adasi. Ha? Keling o'sha pulni to'playotgan pulimizga qo'shib qo'yamiz. Baribir u ham
Bu telefonim ham bitta vazifani bajarsa. Undan ham internetga kirsa bo'ladi. Bundan ham internetga kirsa bo'ladi. Undan ham sizga xabar yoza olaman. Bundan ham yoza olaman. Shuning uchun hozircha shuni ishlatib turaman. Unda nima mendan iPhone olib bering deb so'ragansan? Unda xohladim-da. Hozir boshqa narsani orzu qilyapmiz. Aqling kirib qopti-yu. Ha, bo'pti, rahmat, zo'r. Xursand bo'ldim, mayli. Men to'g'ri, u ham bitta ish qiladi-yu. No, orzu havas edi. Bo'lsa o'sha pulni yig'gan pulimizga qo'shib qo'yamiz. Qani edi-ya? Mana bu maydali ro'zg'orga ishlatsak, mana pulni olib qo'ying. Uyda bozorlik bormi-da? Bor. Men 100 ming so'mni bu narsaga ishlatarsan. Magazinga chiqib bir ikkita suv olib kelay. Hozir. Oyoq kiyimim ketib qopti bu yo'lga. Bo'pti. Ishlatib bo'ling. Xo'p. Nodir, sal yo'q-yo'qga qarab ishlaylik, ehtiyot bo'lib. Ya, bu narsani boshlamaylik. Bugun ham kech ketar ekanmiz o'rtoq. Har kuni kech ketaverish jonga tegdi. Uyga borsang, xotin ming'ir-sing'ir qilaveradi. Qayerda edingiz, kim bilan edingiz, namcha kechga olsiz. Endi ish qilish kerak-da, o'rtoq. Xo'jayin yetdi. Obyektni tezroq topshirishimiz kerak. O'shaning uchun ko'z quloq bo'laylik dedilar. Ertaga kech bekorga ishlamaymiz-ku. Hozir endi uyga borgandan keyin xotinning savoliga javob berib o'tirish kerak bo'ladi. Qayerda edingiz, kim bilan edingiz, bunaqa o'tdingiz, namcha kechga oz. Yo'q, shu o'ynab yuribman, maza qilib yuribman degim keladi-yu. Lekin unaqa emas-da. Kelinga telefon qilib aytib qo'y. Menimcha to'g'ri tushunadi. Lekin aytmasang, kechqurun uyga borganingdan keyin yeysan. Asabing точно buziladi. Bular uchun hozir aytib, temirni qiziqda bosib qo'ysang yaxshi. Ishdamanmi? Bekorga ertalabdan kechgacha ishlamayapmiz o'rtoq. Bizani ham yaxshi kunlarimiz hali oldinda. Xudo xolisa ozgina qoldi, topshirib yuboramiz. Sal ehtiyotroq bo'linglar. Ehtiyot bo'l. Qarab ishlamaydi, tavba qilib. Erta sanada biz keyin gap eshitib yuramiz. Sallani deb men yana ertalabgacha o'tirish xohlamayman. Normal ishla. Assalomu alaykum otasi. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? 12:30 bo'ldi. Qoningiz qanaqa? Nodir pishirib beraymi? Ochdi. Ovqatingizni isitib beraman. Menga qarang. Rabbi. Soat 12:30 bo'ldi. Kechgacha men ham ko'chada yurdim ishlab. Men bilan birga o'g'aynim ham uyga shoshib chiqib ketdi. Asabiylashdi hozir endi. Hayonim qayerda yuribsiz? Kim bilan edingiz? U bu deb turib rashk qiladi. Shu narsadan ezilganman deb gapirib shoshib ketdi-da. Nima sen meni rashk qilmaysanmi? Necha marta men uyga kech kelaman. 12, 1, 2 qilib kechqurun kirib kelaman uyga. Lekin biror marta menga qayerda edingiz, kim bilansiz deb gapirmagansan. Shunchalik be'tibormisan menga? Adasi. O'zi ishdan charchab kelyapsiz. Biz uchun, oilamiz uchun ishlayapsiz. Kechgacha ishda charchab bosh og'risa, uyga kelganingizdan keyin men ham bosh og'ritamanmi? Rashk qilaman, to'g'ri, lekin uni o'zini o'rni, o'zini payti bor. Men noto'g'ri tushunmanda.
O'tiring, ovqatlanamiz. Kiyim alishtirib chiqaman. Adasi yaxshi o'tiribsizmi? Mana bu pulni to'playotgan pulimizga qo'shib qo'ying. Qayerdan oldingmi pulni? Qo'shnimiz Said akaga pishirib berdim. Hop. Yoqqan ekan shekilli, menga har hafta pishirib berasiz deb pul berdilar. Onasi menga qara. Sen o'zingni qiynab pul topishing shart emas. Tushundingmi? Men o'zim erkak kishman, o'zim topaman. Keyin boboda ishlab topgan pulingni ham menga oilaga ketkazishing shart emas. Bu seni puling. Tushundingmi? Men o'zing ishlab topgan pulingga o'zingga kerakli bo'lgan narsani olgin. Oilaga men o'zim yig'aman. Menga bu pul kerak yo'q hozir. Toplayotgan pulimizga qo'shib qo'ya qoling. Keyin bu oila meni ham oilam. Meni ham uyim. Onasi meni lavozimimni oshirishdi. Oyligim ham oshdi bu yog'iga. Endi xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bu pulni mayli. Agar yordam berish xohlayotgan bo'lsang, yig'ayotgan pulimizga mayli o'zing borib qo'yib qo'ygin. Bilasan-ku qattarigan. Charchamadingmi? Voy, assalomu alaykum otasi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukr. Adasi qarang. Bir paytlar shunaqa o'zimizning uyimiz bo'lishini, yam-yashil daraxtlarimiz bo'lishini, ularga suv sepishni orzu qilardik. Hozir hamma narsaga erishganmiz. Hammasiga sani duolaring sabab, tejamkorliging sabab erishdim onasi. Boringga shukr. Bir paytlar bu orzu qilgan sharoitimizni o'zimiz uchun yaratishimizga sani ham ancha mehnating ketdi. Uyga olib kelganimni tejading. Yo'g'iga sabr qilding. Ba'zi ayollarga o'xshab turib, o'zingning nafsingni hamma narsadan ustun qo'ymading. Nimadir xohlagan bo'lsang, yo'q dedingda, oilang uchun ko'z yumib hammasiga rozi bo'lding. Sani duolaringni, sani tejamkorligingni evaziga mana shunaqa sharoitda yashayapmiz. Sen bo'lmasang, bitta o'zim bunaqa sharoitga yetib kela olmasdim onasi. Sani ancha katta hissing bor. Kattakon rahmat senga onasi. Adasi, bularning hammasi sizning mehnatingiz. Kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ishlaganlaringiz. Boshqalarga o'xshab ko'chaga pul sovurmadingiz. Begonalarga pul bermadingiz. Faqat oilam, bolam, chaqam uchun deb ishladingiz. Topganingizni uyga olib keldingiz. Yaxshiyam borsiz. Bularning hammasi siz ortingizdan bo'ldi. Adasi, yuring. Siz yaxshi ko'rgan pishirganman. Choy ichamiz.
Hozir suvni o'chiring. Aytgancha. Ana sen yoqtirgan tillani olib qo'ydim. Kechqurun keladi.